Давай. Ага. Чуть там. О, молодец. Так, qo'llasida chiqib turasizlar. İsmim Eljahan, yaşım 9'da. Surxondaryo viloyat Sho'rchi tumanida tug'ilganman, Chavandozlar oilasida. Dadam ismi Odiljo'xon, bobomning ismi Turag'ojiboy. 4 yoshimda ot minishni boshlaganman. 8 yoshimda o'zim mustaqil otlar ichiga kirib, uyg'ib qochganman. Uyimizda chavandozlar otlar ko'p bo'lgani uchun yoshligimdan ko'pkariga qiziqib kelganman. Chavandozlik kasbi milliy urf-odat, ota-bobolarimizdan qolgan bu meros. Men ham ota-bobolarimga qarab havas qilib, chavandoz bo'lishni xohlaganman. Ot bu insonning do'sti, ot kallasiga urib bo'lmaydi. Ot mana bu yerdan jannatni hidlari kelib turadi. Otga erkak kishi bilsa, o'zini dadil his qiladi. Men ham dadamdek ko'pkari sportdan, jahon musobaqalarida O'zbekiston bayrog'ini cho'qqiga chiqarishga va'da beraman. Chavandozlik kasbini tanlashimda yana bir sabab, chavandozlar mard bo'ladi, bir so'zli bo'ladi, or-nomusli bo'ladi. Men chavandozlar oilasidan tug'ilganimdan faxrlanaman.